Ana bu Zamek Svetoy Angelina ekan. Shuncha odamni ochiradi. Icheri kirish uchun. Yaqinroq qilsa odamlar ko'p ko'chada. Nihoyat keldik. Ajoyib bir joylarga keldik. Eng qiziq joyini aytaymi? Italiya davlatida, poytaxti Rim shahrida, Rim shahrining ichida bitta davlat bor. Kichkina davlat, dunyodagi eng kichkina davlat. Bu Vatikan davlati deb nomlanadi. Biz mana hozir keldik pastda shu yerga. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana shu joy o'zi Vatikan. Rimda alohida bir davlatcha. Bu yerda Vatikan davlatiga ham tashrif beryapmiz. Mana shu yerda Rim papasi yashaydi. Bu yerga odamlar kelib duo fotiha qiladi. Xristianlar, to'yist. Shu yerga kirishga harakat qilamiz. Mana shu eng asosiy masjid. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Odamlarni qaranglar, qancha ko'p. Axir Vatikan beryapti. Xristian dinini markazi. Bu yerda